Azizlar, siz Assalom Farg'ona dasturini tomosha qilyapsiz. Kuningiz yana bir bor xayrli bo'lsin deymiz. Aytadilarki, dunyoda ikki kasb egalarining xato qilishga mutlaqo haqqi yo'q. Bularning birinchisi tibbiyot xodimlari, ikkinchisi huquqshunoslar. Chunki ular inson taqdirini hal qilardilar degan edi bizni yozuvchilarimizdan biri. Haqiqatdan ham inson bu hayotda yashar ekan, xohlaymizmi yo'qmi, ko'pincha salomatlik posbonlari bilan yuzma-yuz bo'lamiz. Sog'lig'imizga ega bo'lgach esa ularning mehnati haqida ko'pincha unutib qo'yamiz. Ammo shunday sohalar borki, kecha-yu kunduz xalq haqida qayg'uradilar. Ularning mehnati ko'pincha bizga sezilmasligi mumkin yoki bunga befarqlik bilan o'tishimiz mumkin. Ulardan biri shubhasiz bizning jonkuyar shifokorlarimiz, hamshiralarimizdir. Yurtimizda tibbiyot tizimiga e'tibor qaratilayotganining boisi ham shunda, avvalo xalqimizni salomat bo'lishini ta'minlashdir. Yaqindagina 12-may Xalqaro hamshiralar kuni munosabati bilan respublikamizda o'tkazilayotgan an'anaviy hamshira 2026 ko'rik tanlovining navbatdagi bosqichi bo'lib o'tdi. Tanlov bu yil o'zgacha ruhda yangi yo'nalishlar asosida tashkil etildi va g'oliblar safida farg'onalik hamshiralarimiz ko'pchilikni tashkil etgani ochig'i bizni ham juda quvontirdi. Ularning bir guruhi bugun Assalom Farg'ona dasturining aziz mehmonlari. Ushbu ko'rik tanlovda turli nominatsiyalar bo'yicha g'oliblikni egallagan qahramonlarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bugun dasturimizda Halimaxon Soliyeva, Muqaddasxon Rasulova, Shahnoza Subxonberdiyeva hamda Diyoraxon Madvaliyeva va bizni yosh qahramonimiz Yasinaxon Muhammadovalar mehmon bo'lib o'tirishibdi. Assalomu alaykum. Assalom. Xush kelibsizlar deymiz. Avvalo g'oliblik muborak bo'lsin har biringizga. Tomoshabinlarimiz Yasinaxonni ko'rib hayron bo'lishayotgani mumkin. Birozdan so'ng bunga oydinlik kiritamiz. Bizni kichkina hamshiramiz desak bo'ladi. Avvalo mana shu tadbir shukuhi, kayfiyatidan so'zimizni boshlasak, Halima opa, o'ylaymanki, bu tanlovda eng yaxshi hamshiralarimiz jam bo'ldi respublika bosqichida. Va g'olib bo'lish oson bo'lmadi. To'g'ri aytasiz. Har yili mana bizda tibbiyot xodimlari o'rtasida 12-may hamshiralar kuni nishonlanadi. Shu hamshiralar kunida 12-mayda har xil nominatsiyalar bo'lib o'tadi. 2026 hamshira ko'rik tanlovining nominatsiyasida men ham ishtirok etdim. Hamda viloyat bosqichida 1-o'rinda va respublikada 3-o'rinni egallab keldim. Faxrli o'rinlarda egallab keldim. Kimga birinchi bo'lib xabar berdingiz? Birinchi bo'lib kasbdoshlarimga xursandchilik xabarini yetkazdim. Respublikaga chiqqanimni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Viloyatimiz kasab uyushmalariga, hamshira assotsiatsiyasiga katta rahmat. Tashkillashganiga yangi bir g'ayrat kirdimi? Yaxshiroq ishlash kerak degan bir fikrlar o'tdimi ko'ngildan? Juda ham bunaqa fikrlar ko'p bo'ldi. Har doim, har yili qatnashish kerak ekan dedim. Bu biz nominatsiyamizda ishlagan 5 yillik hisobotlarimiz, qanday ish olib borgan faoliyatimiz to'g'risida biz hujjatlar yig'ish davomida shu 1-o'rinda egalladim. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Sheriklarimga kelib, kasbdoshlarimga aytdim, sizlar ham ishtirok etinglar. Juda ham yaxshi bo'lar ekan deb aytib o'tdim. Diyor opa, mana g'oliblikni sizga aniqrog'i qizingiz olib keldi, to'g'rimi? Sizda taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Bu demak ilk bor tashkil etildi bu yo'nalishda. Ilk bor tashkil etildi. Birinchi bo'lib viloyatda o'tkazildi. Rasm chizish bo'yicha qizim qatnashdi. Mening onam hamshira yo'nalishi bo'yicha rasm chizdi. 19 ta shahar tumanlar orasida bo'ldi. Har bir bola rasm chizib ko'rdi, chizdirishdi. Rassomni o'ziga savol beraylik bo'lmasa, Yasinaxon, demak onangizni tasvirladingiz chizgan suratingizda. Qanday qilib, bir shifokor qilib tasvirladingizmi yo boshqacha qilibmi? Shifokor qilib. Qancha vaqt berildi? Demak, siz yaxshi rassom emansizda. Rasm chizib turarmidingiz shu kungacha? Ha. Tanlov qanday bo'ldi? Mana o'zingiz nimalar yodingizda qoldi mana shu tanlovda, taqdirlanish jarayonida? Birinchi marta onam qo'llaridan tutib sahnaga chiqdim. Men shunda onam borligidan faxrlanaman. Birgalikda yo'llanma olib respublikaga chiqdik. Respublikada ham katta sahnada tabriklashdi. Qizim xursand bo'ldi. Rasm chizishga yana ham qiziqishi oshib, uyda yana ham rasmlar chizib, ya'ni shug'ullanyapti. Bundan ham katta yutuqlarga
erishishni xohlayapti. Endi o'zingizga ham nazarimda yana bir mas'uliyat, Halima opaga aytganimdek, g'olib bo'lganingizdan keyin endi yana ham yaxshiroq ishlamasangiz bo'lmaydi. Men ham o'zimga u maqsad qo'ydim. Bundan ham yaxshi ishlashga, yuqori cho'qqilarni egallashga o'zim ham maqsad qilib qo'ydim. Navbatdagi bizni nominantimiz Shahnoza opa. Ham murakkab, ham qiziqarli. Sizning ham yo'nalishingiz IT sohasida bugun mana tibbiyot ham raqamlashib boryapti. Avvalgidek navbat kutishlar mana yo'q va umuman hammasi fuqarolarning qulayligi uchun. Menimcha siz deyarli ikkita sohani bilishingiz kerak, ham tibbiyotni, ham ITni. Qiyin bo'lmayaptimi bu? O'ziga yarasha mas'uliyati bor. Avvalo siz aytmoqchi bo'lgan, o'zimni yo'nalishim bo'yicha jicha ma'lumot berib o'tsam, chunki bu hozir tibbiyotda yangi soha. Muhtaram prezidentimiz 2021-yildagi farmonlariga asosan tibbiyot sohasi birlamchi bo'g'inida IT operator hamshirasi degan yangi bir kasb degan bo'lardi, yaraldi. O'sha 2021-yildan buyon Farg'ona shahar 2-sonli oilaviy poliklinikada IT hamshira lavozimida ishlab, shifokorlarimizga, hamshiralarimizga tibbiyotni raqamlashtirishda ko'makchi bo'lib ishlab kelmoqdaman. IT hamshira kim o'zi? IT hamshira bu tibbiyot hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini bog'lovchi bir ko'prik desak ham bo'ladi. Mana birinchi marta 12-mayda har yili o'tkaziladigan tanlovda biz yo'nalishimiz bo'yicha bu yil tanlov e'lon qilindi. Bu tanlov haqida xabarda eshitishimiz bilan juda ham nima deydi, hayajonli, qani qatnashsam, chiqsam degan fikrlar keldi. Shahar bosqichida o'tdik. Shahar bosqichida birinchi o'rinda olib, viloyat bosqichiga yo'llanmani oldim. Viloyat bosqichida ham juda ham kuchli IT hamshiralar ishtirok etdi. Ularning ichida to'g'risi olaman deb o'ylamagan edim, chunki raqobat juda ham kuchli edi. Birinchi o'rinda olganimdan keyin endi menda yana ham mas'uliyat kattalashdi. Butun viloyatimiz nomidan respublikaga borib qatnashish shartlari ham juda ham qiziqarli, o'ziga yarasha murakkab edi. O'z ustimda ishlab o'sha joygacha yetib bordim. IT hamshiralar bir-biriga raqobatdoshmas. Ular bitta oila. Biz buni o'zimiz shu darajada his qildikki, hatto musobaqa bo'layotgan vaqtda ham bir-birimizga yordam berib, tanlovlarda hamma bir-biriga raqobatdosh bo'ladi, lekin hatto o'sha 14 ta ishtirokchi bir-birimizga yordam berib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab tanlovda ishtirok etdik. E'lon qilinmasdan turib bizda shunaqangi nima bo'ldiki, biz hammamiz birinchi o'rinmiz. Biz hammamiz bittamiz. Bizga birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin shart emas degan fikr uyg'onib qoldi-da. Shunaqangi bir-birimizga yaqin bo'lib ketdik. Juda ham katta mas'uliyatni bo'ynimizga olib keldik. Viloyatdagi kasbdoshlarimizga atdagi taassurotlarni gapirib, ularga motivatsiya berdik. Hammalari havas qilishdi va kelasi yilga hammalari ishtirok etib, o'sha respublika darajasiga chiqishdi, astoydil niyat qilishdi. Qohir. Muqaddas opa, aytishimiz kerak, bu tanlov hamshiralarda haqiqiy qadr topayotganini ko'rsatdi deb ayta olamizmi? Gapingizga qo'shilaman. Bu ko'rik tanlov har bitta ishtirokchi uchun, har bitta hamshira uchun alohida motivatsiya berdi. Bunga misol qilib o'zimni ola olaman. Misol, men 2025-yilda Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazida o'tkazilgan yilning eng yaxshi o'rta tibbiy xodimi ko'rik tanlovi birinchi o'rin respublika bosqichi g'olibasi bo'lganman. Mana shu ko'rik tanlovni menga bergan haligi qiziqishi, ishtiyoqi deydimi, shu orqali bu yil mana Alloh nasib qildi va kasbdoshlarimni viloyatimni ko'magi bilan mana respublika bosqichida yilning eng yaxshi laboranti nominatsiyasi bo'yicha respublika bosqichi birinchi o'rin g'olibasi bo'lish nasib qildi. Men bu yutuqlarga erishishimga, bizga umuman hamma hamshiralarga respublika bosqichida bu g'olibliklarni qo'lga kiritishimizda yaqindan yordam bergan Farg'ona viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasiga, tibbiyot xodimlari kasaba uyushmasi Farg'ona viloyati kengashiga hamda O'zbekiston hamshiralar assotsiatsiyasi Farg'ona viloyati bo'limiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Har bitta hamshiraga, har bitta kasbdoshlarimizga bizdan keyingi yillarda ham
ko'rik tanlovlarda qatnashib shunaqa chiroyli faxrli o'rinlarni olishlariga ko'maklashishga va'da beramiz. Sababi hammamizga ma'lumki, har bitta tibbiyot muassasasida ustoz shogird an'anasi yo'lga qo'yilgan. Shu ustoz shogird an'anasiga sodiq qolgan holatda ustozlarimizdan olgan, shu ko'rik tanlovlardan olgan bilimlarimizni bizdan keyingi yosh hamshiralarga, shogirdlarimizga yetkazib berishga harakat qilamiz. Mana har biringiz hamshirasiz bir nom ostida, lekin yo'nalishlaringiz turlicha. Bizni bu sohani yaxshi tushunmagan xalqimiz, aytaylik, shunaqa bo'lsa, bitta yo'nalishda faoliyat ko'rsatadi, umuman hamshirani bir xil deb tushunadi. Lekin mana Muqaddas opa, siz sud tibbiy ekspertizasida demak xizmat qilasiz. Demak, hamshiralar ba'zan jinoyatlarni fosh etishga ham mana hissa qo'shar ekanda. Albatta. So'zingizni boshida ta'kidlab o'tdingiz, ikkita kasb egalari xato qilishga haqqi yo'q. Bular huquqshunoslar, tibbiyot xodimlari deb Siz har ikkisiga taalluqlisiz. shu ikkita mas'uliyatni o'z zimmamizda olib ishlashga harakat qilamiz. Sababi sud tibbiy ekspertizasi bergan xulosa bitta insonning hayotini hal qilish darajasida bo'ladi. Ahamiyatga ega. Shu uchun bizga mana shu yo'lda sud tibbiy ekspertiza yo'nalishida, tibbiyot yo'nalishida ta'lim bergan ustozlarimizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Eng murakkabligi nimada siz faoliyat ko'rsatayotgan yo'nalish? Eng odamni charchatadigan taraflari bo'ladi-da hamma ishda, to'g'rimi? Tibbiyot xodimi bo'lganligimiz uchun ham huquq tomonlama yondoshilganligi uchun o'ziga yarasha ulkan mas'uliyat talab qiladi. Bitta insonni dardini, g'amini eshitib turib ishlash buni oson emas. Oson deb bo'lmaydi. Ularni g'amini eshitib turib, to'g'ri, siz shunaqa sharoitdasiz deb ayta olmaymiz biz. Ularni hayotga qiziqishini orttirishga, bundan battar bo'lishi mumkin edi degan, bundan yomonroq holat bo'lishi mumkin degan o'z shirin so'zimiz bilan haligi dalda berishga harakat qilamiz. O'zi tibbiyot xodimini qurolidan bittasi bu shirin so'zida. Uni nafaqat sud tibbiy ekspertiza tizimida, balki bemorlar bilan ishlaydigan tizimda ham, bemorning sog'ligi uchun ham bizi shirin so'zimiz juda katta ahamiyat kasb qiladi. Mana shirin so'z deganingizga bu Halima opa sizni faoliyatingizda yana ham dolzarb, chunki viloyat OITS markazi butun bir dunyo kurashayotgan kasallik, sizni bemorlaringizni yana ham bir ruhini ko'tarish hamshiraga ham bog'liq, to'g'rimi? Biz haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Viloyat OITSga qarshi kurash markazida birinchi navbatda shirin muomalada bo'lish kerak, yaxshi gapirish kerak, ularda tushkunlikka tushishini oldini olishimiz kerak. Men asosan tashkiliy uslubiy bo'limda ishlayman. Targ'ibot ishlarini olib boraman. Shu yo'nalishda aholi o'rtasida, mahallalarda, aeroportlarda, chet el safaridan kelayotgan fuqarolarimiz o'rtasida, temir yo'l vokzallarida, hattoki dehqon bozorlarida shu oddiy aholimiz o'rtasida shu OIF infeksiyasini yuqish yo'llari, yuqmaydiganlar to'g'risida targ'ibot, tashviqot ishlarini olib boraman. Bilasiz o'zingiz, kasallikni yuqib qolishdan ko'ra oldini olgan afzalroq deyiladi. Shuning uchun profilaktika ishlarini olib boramiz shu kasallik bo'yicha. Halima opa, hayotingizda shunaqa bir bemorlaringiz bo'lganmi? Vaqtlar o'tib siz unutib borgan, lekin rahmat aytib mana shu yordam berganingiz bir ta'kidlagan shunaqa bo'ladi. Bu kasallik juda ham ko'p sir saqlangani uchun bemorlarimiz ko'plab o'zimizga aytib, murojaat qilishib, sizlarga kattakon rahmat, bu sir saqlanadigan bu kasallik. To'g'ri, o'zimiz bilyapmiz, sizlar bilarkansizlar xolos deydi. Ularda dardiga malham bo'lib, gapirib, shirin muomala bilan muomala qilganimiz uchun bemorlarimiz tashakkur bildirishadi. Xursand bo'lasiz albatta bundan, to'g'rimi? Bu kasbimdan juda ham xursand bo'laman. Shu bemorlar bilan gaplashganimizda yoki ko'chada aholi o'rtasida ish olib borayotganimizda, shu kasallikni oldini olishda katta hissa qo'shayotganimdan faxrlanib ketaman. Shu tibbiyot sohasida ishlayotganimdan faxrlanaman. Qo'ying. Shahnoz opa, mana bugun operatsiyalarimiz ham haqiqiy raqamlashgan muhitga o'tyapti. Ilgari murakkab yoki xorijda davolanish kerak bo'lgan kasalliklar bugun Farg'onada ham mana uddasidan chiqilyapti shunaqa operatsiyalarni. Demoqchimanki, mana bugun oddiygina smartfonimizdan turib biz shifokor bilan, hamshira bilan aloqa o'rnatishimiz mumkin. Bular kasalliklarning kamayishiga ham yordam beryaptimi? Mamlakatimizda aholini salomat yurgan qismi ko'p bo'lyaptimi demoqchiman. Albatta, raqamlashtirish hozir tibbiyot sohasida tarixiy voqea bo'lib kelmoqda. Bu raqamlashtirish hamshiralarimizga ham, aholimizga ham juda ham katta qulayliklarni
yuzaga keltiryapti. Masalan, oldinlari shunaqangi jurnallarda turlari ko'p ediki, qog'ozbozlik, kartalar, ambulator kartalar. Mana hozirgi kunda qaysi tibbiyot muassasasiga borsak, registraturada jurnallar, karta oqtarishlar bartaraf qilingan. Bu Demet ilovasi orqali bemorlarimiz o'zlarini kasalliklarini nazorat qilib borishlari, ularga qanaqa tashxis qo'yilgani, ularga vrach qanaqa retsept yozib berganligi haqida ochiq-oydin, shaffof tarzda ma'lumotga ega bo'lishadi. Hamshiralarimiz ham qo'sha kartalarni olib, jurnallarga qaydlarni qilishni o'rniga Demet Pro ilovasi orqali hamma ishlarini bitirishyapti. Vaqt ham tejalyapti demak. Albatta, eng muhimi vaqt tejalyapti, shaffoflik. Bu juda ham katta ishlar amalga oshirilyapti. Bugungi hamshiralar shu zamon talablariga moslashyaptimi? Ayniqsa yangi ish boshlayotganlari. Albatta, yangi ish boshlaganlari hamda yoshi katta hamshiralarimiz ham bu axborot kommunikatsiyalarini o'rganib, shunaqangi ustozga murojaat qilishadi. Ba'zida o'zim ham nima bo'lib ketaman, faxrlanib ketaman. O'rgating menga, men astoydil harakat qilaman deb ularda ham qiziqish katta. Hozir menimcha butun respublika bo'yicha barcha hamshiralar buni eplashni qo'llaridan keldi va shu tizimda yaxshi ishlab kelishmoqda. Diyor opa, mana siz ham viloyat otizmga qarshi kurash markazida ish yuritasiz. Bu tizim menimcha sizni markazingizda ham yo'lga qo'yilgan. Otizm markazida muolaja hamshirasi bo'lib ishlayman. Biz ham kartalardan voz kechib elektron tizimga o'tganmiz. Hamma yo'q bizda ham sir saqlangan holatda bo'ladi. Bemorlar birinchi keladi, bizga o'zi tushkunlikka tushgan bo'lib keladi. Ularni kayfiyatini ko'tarish uchun biz har doim ularga shirin muomalada bo'lishimiz kerak. Diyor opa, bilamiz, hamma kasbda ham o'zini belgilangan ish soatlari bor, lekin ko'pincha bu shifokorga taalluqli bo'lmaydi. Chunki istalgan vaqtda sog'lig'imiz bezovta qildimi, albatta shifokorni qidirishni boshlaymiz. Agar u qo'shningiz bo'lsa, agar u qarindoshingiz bo'lsa, albatta har qanday ishni to'xtatishingizga to'g'ri keladi. Menimcha bunaqa holat sizda ham ko'p bo'ladi. Bo'ladi. O'zimiz uyda ham eshigimiz taqillatib kelishadi. Ishimizni tashlab ularga yordam berishga harakat qilamiz. Hech qachon aytmaysiz-a, men ish vaqtim tugagan, bora olmayman hozir. Yo'q, unaqa demaymiz. Telefon qilishadi, mana o'zimizni bemorlar telefon qilishadi, endi ishdan tashqarida ham telefon qilishadi. Ularni muammolarini eshitib, hal qilishga harakat qilamiz. Dam olish kunlari ham telefon qilishlari mumkin. Ularda ham yordam berishga harakat qilamiz. O'zi hamshiralar nimadan ko'proq ranjiydi? Bo'ladimi shunaqa holatlar? Hamshiralarmi? Nimadan ko'proq xursand bo'ladi? Bemorlarni yaxshi gapidan xursand bo'lib, tuzalib ketganidan xursand bo'lamiz. Bizga kelib rahmat aytib ketishlaridan xursand bo'lamiz. Qo'limizdan kelgancha yordam berganimiz uchun ular xursand bo'lishadi. Biz ham ularga qarab xursand bo'lamiz. Ba'zan lekin ranjitadigan holatlar ham bo'lib turadi, to'g'rimi? Shifoxonalarda ko'rib qolamiz, endi to'g'ri baholay olmasdan vaziyatni ko'pincha bundan ham jabr chekadi. Unaqa holatlar ham bo'ladi. To'g'ri qabul qilamiz, ularni tushunamiz. Nima bo'lganda ham bemor haq. Shunday. Va umuman muloqot qiladigan kasblarni hech biri oson bo'lmaydi menimcha. Shunaqa. Va men o'ylaymanki, hamshiralar birinchi navbatda o'zi salomat bo'lishi kerak, chunki yaqinlari va odamlarga ko'proq yordam berish uchun ham menimcha eng ko'p tibbiyot qoidalariga ham amal qilish hamshiralar uchun muhim. Shunaqa. Sizlarga rahmat aytamiz. Bugun faol hamshiralarimizni bir guruh bilan suhbatlashdik. Lekin viloyatimizda ular juda ko'pchilik, sizlar bilan bir jamoada ishlab turganlari bor. Bugun ularning nomidan mana kasbni qiyinchiliklari va yaxshi taraflari haqida ham ko'p narsani bilib oldik. Endi o'ylaymizki, hamma hamshiramiz mana shu yil hamshirasi bo'lishga arziydi, chunki xalq haqida qayg'urar ekan. Ularda hammasini shunaqa yuksak mukofotlarga loyiq deb bilamiz. Yakunda so'zni sizlarga bermoqchimanki, shu shifokorlarni ardoqlagan xalqimizga aytadigan fikrlar bo'lsa, bizni aziz salomatlik posbonlarga aytadigan tilaklar bo'lsa, marhamat, Yasinaxondan boshlaymiz. Ko'rsatuvimiz sizga yoqdimi? Bugun nima fikrlaringiz bor? Bizni tomosha qilganlarga rahmat aytaman. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Avvalambor ko'rsatuvga chaqirganlar uchun rahmat aytamiz. Hamma sog' salomat bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin. Men shu fursatdan foydalanib, ota-onamga rahmat aytmoqchiman. Shu darajaga yetishimda ularning mehnatlari katta.
tibbiyot sohasida faoliyat yuritayotgan kasbdoshlarimizga mashaqqatli kasblarida charchamasliklarini, muvaffaqiyat va yutuqlarga erishishlarini chin dildan tilab qolamiz. Rahmat katta. Salomat bo'ling. Barcha tashkilotchilarga rahmat aytaman. Shu ko'rsatuvga tashkillab, ular o'zi bo'lmaydi, tashkilotchilar tashkillab shu ko'rsatuvga chaqirganlar uchun katta rahmat. Men shu hamshiralarga har doim shunaqangi faxriy yorliqlar olishlariga tilakdoshman. Barcha hamshiralarimiz shu faxriy yorliqlarga loyiq deb o'ylayman. Kelgusi ishlarda hammasi charchamasdan, tolmasdan ishlashlarim hamkasblarimga tilakdoshman. Hech kim kasal bo'lmasin. Kasal bo'lgan taqdirda ham biz har doim labbay deb hozir bo'lamiz, tayyor bo'lamiz. Hamshiralar har doim tayyor biz. Hech kim kasal bo'lmasin. Xalqimiz har doim sog' salomat bo'lsin barchasi. Shu fursatdan foydalanib bizni shu ko'rik tanlovlarida qatnashishimizga imkoniyat yaratib bergan tibbiyot xodimlari tashkilotlarining rahbarlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xususan men ustozim, otamdek aziz bo'lgan inson Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazi Farg'ona filiali Qo'qon tumanlararo bo'linmasi mudiri Yakubjanov Ravshanjon Dadamirzayevichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hamkasbimizni fikriga qo'shilgan holda viloyat o'tishga qarshi kurash markazi bosh vrachi E'zozxon Sobirovnaga hamda ishxonamizdagi barcha hamkasblarimizga kattadan katta tashakkurlarimizni aytamiz. Bizga katta yordamlar ko'rsatishdi. Shu o'rinlarni olishga, faxriy o'rinlarni olishga katta yordam ko'rsatishdi. Rahmat aytamiz hamma hamkasblarimizga. Tibbiyot xodimi mas'uliyat va fidoyilik timsoli deb bilaman va biz erishgan mana shu yutuqlar butun Farg'ona viloyatini yutug'i deb o'ylayman. Hamma Farg'ona viloyatidagi o'rta tibbiyot xodimlariga shu natijalarga erishishlarini tilab qolaman. Kimdir sarxush davlatining dong'i bilan, kimlar xushnud, ibodatli tongi bilan. Bu vatanda inson aziz ongi bilan xushniyat qil, senda bo'lsin, menda bo'lsin, tilaganimiz eng avvalo elda bo'lsin. Rahmat. Yaxshi niyatlar o'zlaringizga ham hamroh bo'lsin. Biz uchun shifokorlar doim qadrli. Har qanday favqulodda vaziyatlarda ular ham xuddi urush qahramonlaridek mana jonbozlik ko'rsatishadi. Buni ko'pincha unutib qo'yamiz. Lekin sizlarning shu sharafli ishlaringizda o'zlaringizga ham sihat, salomatlik, keng bebaho ne'mat har doim hamroh bo'lsin. Sizlar nafaqat ushbu yil hamshirasizlar, sizlar har yilni hamshirasi bo'linglar. Mana shunaqa natijalar, bunday mukofotlar doim ko'p bo'lsin deymiz. Assalom Farg'ona ko'rsatuviga yana bir bor xush kelibsizlar. Mukofotlar muborak bo'lsin. Rahmat. Azizlar, dasturimizning bugungi aziz mehmonlari respublikada o'tgan Hamshira 2026 ko'rik tanlovining turli nominatsiyalar bo'yicha g'oliblari Shahnoza Subhonberdiyeva, Halimaxon Soliyeva, Muqaddasxon Rasulova, Diyoraxon Madvaliyeva va yosh qahramonimiz Yasinaxon Muhammadovalar bo'lishdi.